Men qizim o'rtasida bir paytlar video gaplar opa-singillarim qo'shgan, ko'cha-ko'y kelib gapirgan menga. Atnashimiz haligi munosabatimiz buzilib, keyin yaxshi bo'ldi. Lekin o'sha yaxshi bo'lguncha onasi tomog'imga keldi men. Meni ham bir dona bola. Menga yoqadimi? Yil o'tib meni esimdan chiqdimi? Esimdan chiqmaydi. O'lganim deb esimdan chiqmasa kerak. U dunyoda ham esdan chiqmasa kerak. Kechirganman, lekin esdan chiqmaydi. Men kechirganman hammani Alloh rizosida. Lekin esdan chiqmas ekanda, chunki menda ham человеческий faktor bordir. Понимаете? O'shaning uchun men aytayotganim, mana shunaqangi yomonlar, birovni yomonligiga, birovni gunohiga gunohkor bo'lib, birovni yomonligiga yomon bo'lmaylar. Bolalarimiz orqasidan splitishni qilmaylar. G'iybat qilmaylar. Bunda bir xil paytda ona bola eslashamiz, o'sha xotin yaxshi eslanyapti bizda. G'iybatchi xotin edi. O'sha xotin juvonimay bo'lib ketdi. Katta biznesi yo'q bo'lib ketdi, juvonimay o'yliga tirigini bilmaydi. Gap toshib kelib, oilani tinchlik buzgan. Bunaqalar qancha? Понимаете, вот эти моменты, qul haqqiga kirdingiz. Balki siz hozir namozlar o'qiysiz, lekin bu paytlar qilgan g'iybatingiz hisobiga gunohlar kap boryapti. Chunki haliga oila tiklanmagan. Tushunyapsizmi? Такое тоже может быть. O'shaning uchun bir kun Allohning yo'lini toparsiz, lekin ekib qo'ygan anaqali jahannamligingiz u yetib boradi. O'shaning uchun qul haqqiga kirgan joylaringizni bir qator tekshirib qo'yinglar.